Navenge narxlatdilar doda yo'qotdilar. Doda sizni ish biletasiz? Ha. 160 dan 135 dan desam 130 dan beramiz. Baraka bo'ldi. Kilovi. Necha pulga baraka bo'ldi? 270 ming kilo baraka bo'ldi. Maşallah, barakasi. Doda telefon aytmaysiz. Berasizmi? Necha pulga? 120 pound. Bering aka, yaxshi narx bo'pti. Bittadak bozor. Assalomu alaykum. Necha pul ekan burgan aka? 150 deyiladi, kabi bor ekan. Samkan, sametmi? Samet. Samet erkagida. Erkak. Urg'ochisi yo'qmi? Ya, urg'och chiqmadi. Urg'ochni mahallani o'zidan olib ketishyapti. Qani anta qo'yinchi? Erkek urg'ochmi? Erkak. Erkak. Urg'ochizdan olib chiqadi. Hozir so'rab ko'rdim-da. Deyiladi, kabi bor. Urg'och. Toza ekan. Olaman siz. Urg'ochdan yo'qmi? Ya, urg'och sotib bo'lgan. Mahallani o'zi olib ketyapti. Yana bormi uyda? Ya, boshqa. Gatisizmi? Uyda beli kalla bor, uni sotilgan. U 8 oylik. 5-oylik 8 oylik. 200 mingga bering. Bering, unaqa besavo hammasi ekanmi yoki? Necha kilo chiqadi bu? Meva 3,5 kilo chiqdi kerak. Yani 5 kilo chiqdi kerak, 3,5 kilo chiqmasa kerak. Erkakmi? Erkak. Bering sizga oldim. Necha pul kami? 300 ming mo'ljal aka. 300 bo'lsa beraman. Mo'ljal 300 ekan. Ya o'zi bu zotlar shunaqa 300 ming, просто 250 bo'lsa olib qo'ysam bo'laveradi. Men ro'y-rost bering 200 mingga. Ya samkasini 300 dan Ya 2 kilo chiqmaydi-yu, 100 ming so'mdan hisoblaganingizda. Go'shti. Endi go'shtini narxiga jonini qo'shib hisoblaganda bering aka. Kim bo'lar erkak ekan? Men so'rayman, boqaman. Bering aka. Eslagan aka, savob. Bering. Bering aka. Yaxshilab qo'ydi. 300 bo'lsa oling. Urg'ochi bo'lganda olaman. Bering sizga oldim. Olasizlarmi? Boshi ochiq olavering, savdo qiling. Chotni tishi o'smaganmi? Hali yosh bu aka. Yo'q, yapi yo'q ekan. Yana aka. Necha pul bo'lsa berasiz aka? Bo'lishi kerak. So'rashdi. O'sha bermagan narxni nimaga bering boqishga? Qo'yaveringlar. Ayni tirikchilikda odamlarga berasiz, bilasiz. Men boqishga. 220chi? 280 qilib beraman. Chunki samkasini o'zi 300 dan oshirib qo'ygan. Xuddi shunaqa 8 oylik. Zo'r ekan. Qatta olgansizmi aka? Chirchiq bozordan olganman. Yo'q, Rahmat aka.